Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Va havoni qarang, yozda issiqda shunaqangi salqin havolar juda jonga yoqadi. Shuning uchun bugun mana 20-iyun juma kuni bir mega metalni ko'rib ketaylik deb keldik. Ishlar juda ham avjida. Xo'sh, demak, birinchi yomkisimiz haqida ma'lumot beramiz. Undan oldin osma kranlarni aytaylik. Bilasiz, mega metal osma kranlar bilan ham shug'ullanadi. Bu hozir regillari yo'da tayanch stullari 1 tonnadan 20 tonnagacha bemalol mana shunaqangi sifatli bo'lgan kranlarga bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Bu hozir Toshkent shahar Yangi O'zbekiston bog'i hududidagi mijozimiz yomkislari. İçine qarang, kengligini. Bemalol ichiga kirib olib futbol o'ynasa ham bo'lar ekan. Bu ham mana keyingi yomkislarimiz 200 tonnadan bo'lgan yomkislar. Qarang, rangini qarang. Mana shu Li9 mashinalar chiqdi. Mana shunaqangi oranjiy ranglar urfga kirib ketdi. Osma kranlardan bitta yaqindan ko'rsatib o'tay. Qarang. Motorini qarang. Juda ham mustahkam. Motor sifatini qarang. Sifatini videodan aks qilsa bo'ladi. Bu ish ilgaklar. Lekin ob-havo ham o'sha zakaznoy bo'lyapti shu ustakalarimiz uchun. Salqin shobodani qarang. Bu ham o'zimizning erki iqtisodiy zonadagi zavodlardan biriga bo'lyapti. Bu kattaligini qarang. Shu o'zimga qarab ko'ring. Qarang. Ya qoyil. Bu suyuq beton uchun, bu ham suyuq beton uchun va bunisi Sirdaryodan tushgan buyurtmamiz. Suv uchun. Sirdaryoning suvi emas, ichimlik suvi uchun. Sirdaryo viloyatiga qarab yo'l oladi. Deyarli tayyor holatga keldi. Bu ham o'sha suyuq beton uchun mo'ljallangan yomkis sifatini qarang. Bemalol aytgan rangingizda bo'yab berishadi. Ya'ni o'zingiz zavodingizni, logotiplaringizni rangiga mos ranglarni tanlab bersa, shunaqa rangda bo'lsin, siz ustakalarimiz chiroyli qilib bo'yab berishadi. Umuman do'stlar, yomkislar, osma kranlar kerak bo'lsa, bemalol mega metalga murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston va qo'shni davlatlardan ham buyurtmalar qabul qilinadi. Mega metal bu sifat va mustahkamlikning chinakam qo'llanmasi.